Men maksimum bugun sizlarga trend strukturalarni o'rgatishga harakat qilaman va kichik time frame ishlaydigan sistemalarni berib o'tishga harakat qilaman. Lekin men liniyani idealni qayerda ishlash nuqtasini topganman to'g'risi. Men sizlarga shuni bir qismini tushuntirib o'taman. Asosan korreksiya nuqtasi asosiy liniya. Faqat qaysi time frameda tortishlik juda ham muhim. Endi tasavvur qilinglar. Qayta narx yorib o'tadigan bo'lsa, demak biz mana bu minimumdan bayga kirishimiz mumkinligini tushuntirib beradi. Men sizlarga hozirda impulsiv sistemani o'rgataman. Buni shogirdlarim juda ham yaxshi ko'radi, chunki tasavvur qilinglar, biz novostidan keyin ko'proq savdo qilamiz va novostidan keyingi savdo qilgan har bir сделка pozitsiyalarimiz effektivni chiqqan. Misol uchun kunlik savdo qiladiganlar 60 ga 40 savdo qiladi. Nima degani bu? 60% yo'qotish ehtimoli bor, 40% topish ehtimoli bor. Men kanalga tashlab o'tdim USDGPY. O'sha kuni narxda kuchli qulash bo'ldi. 8 punktli va bu yerda nima bo'lgan edi? Qaranglar, diqqat bilan kuzatinglar. Bektrader qachon keladi Buxoroga? Bektrader endi xudo xolasa. Grafikda o'zi ikkita sharamcha bor. Qanaqa? Da, endi rangini farqlamaymiz, mayli deylik. Menda turibdi mana ko'k bilan qora. Va bu narsa tushuntiradiki, bozorda ikkita ishtirokchi bor. Sotib oluvchi va sotuvchi. Men sizlarga hozir bugungi tushuntiradigan narsam va juda ham ko'p eng yaxshi rezultat qilgan shogirdlarim olib kelganman. Nima uchun? Ko'rsatma sifatida. Ya'ni endi Forexda asosan eshitgan bo'lsanglar, 100% dan 98% odam natija qila olmaydi. Nima sababli? Chunki Forexda tashqi muhit juda muhim. Men o'ylayman, sizlarga qanaqa ta'sir qilgan bilmayman, lekin savdo qilayotganda bor energiyani, ya'ni o'sha deylik grafikga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir tashqi shil orqali Forexda savdo qilib pribir qilib keta olmaysizlar va juda ko'pchiliginglar oranglarda faqat yangiliklarda ishlaydiganlar, to'g'rimi? Ya'ni Novost bo'lsa, Monfarm bo'lsa yoki CPR bo'lsa, depozitni qilib olsa-da birdaniga sal ko'tarib olsa. Bunaqa narsalar odamlarga qisqa muddatda tafahum berish mumkin, lekin bez effekt, ya'ni effekt yo'q hech qanaqasiga. Bugun sizlar bilan o'sha aytib o'tganimdek, bozorda qanday turlarini ko'ramiz. Demak, ikki xil ishtirokchi o'zi aslida bozorni qanaqa yuqoriga o'stiradi yoki pastga tushib ketadi, mana shu to'g'risida gaplashib o'tamiz va juda ham oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Sistemani juda ham oddiy qilib tayyorlab kelganmiz va agar bunga vaqt bilan depozitlarni ozgina hisobini olsanglar, albatta pribir qilib ketasizlar. Chunki ko'pchiliklarda depozit $100 dan $500 gacha bo'lgani uchun qaysidir ma'noda lotni kelishtira olmaysizlar. Bir ikkita minusli seriya bo'lib ketgandan keyin ko'proq zarar qilib qo'ysanglar, o'sha psixologik tashvish boshlanadi sizlar. Xo'p. Juda ham ko'pchilikda time frame muammo bo'ladi. O'zi aslida time frame nima? Vaqt oralig'i bilasizlar. Har bir swechning o'zini shakllanadigan vaqti bo'ladi. Men bugun sizlarga o'sha aytib o'tganimdek Forex tushunchasini gapirib o'taman. Boshqa versiyalarni emas. Chunki bu yerda juda ham ko'pchilik keldi, strategiya olsa yoki qanaqadir yaxshi sovg'a bilan bizni ta'minlasa, xudo xolasa biz o'yinimiz yaxshi bir natija bera oldik. Chunki maksimum harakat qilamiz, xudo xolasa sizlarga bu yaxshi informatsiya berib, strategiyalar uzatishga. Uzoqdan kela olmaganlar ham bor, ba'zi bir kela olmagan shaxslar. Shuning uchun YouTube'ni yoqib qo'yganmiz. YouTube orqali ham bizni kuzatayotganlar bor. Menga mikrofonimni beringlar, men davom ettirib qo'yaman. Birjaga chiqqan har bir instrumentni analiz qila olamiz. Kelajagini, narx qayerga o'sishi mumkin, qayerga tushishi mumkin. Bular hammasi matematik yechimlar. Bozorda kuchli ishlaydigan qoidalardan ikkita narsa bor. Bozorni aynan holati geometrik sxemalarga va fizik holatlarga bo'ysunadi. Har qanaqa vaziyatda. Odatda agar liniya tortib ko'rgan bo'lsangiz, liniyani istalgan nuqtadan o'tkazib yuboringlar, yo qaysidir minimumga tekkan bo'ladi yoki qaysidir maksimumga tekkan bo'ladi. Asosan biz savdo qilish uchun bozorda grafikka qaraymiz va grafikda nimalar ko'rinyapti? Asosiy yuqori cho'qqilar bor bozorda va pastki cho'qqilar bor. Bular nimani bildiradi? Yo'nalish tushunchasini beradi bizga. Yoki narx tushayotganini yoki yuqoriga o'sayotganini tushuntirib o'tadi. Sizlar bozorda tushunishinglar uchun bozorda ikkita ishtirokchi bor xolos. Kuniga istalgan vaqtda savdo qilishga hech qanaqa haqqimiz yo'q va unaqa sistema ham yo'q. Kuniga 10 marta, 5 marta. Chunki biz fond bozor treyderlari emasmiz. Juda ham katta fondlarni upravlyatsiya qilmaymiz. Forexda savdo qilasizlar va depozitlar kichkina. Maksimum harakat qilish kerak. Bozorga kuchli ob'yom kiradigan vaqtlar. Bular qaysi vaqtlar? Kim biladi? Sessiya vaqtlari, to'g'rimi? Sessiya nima qiladi o'zi aslida? Bozorni harakatlantirib turadi, to'g'rimi? Ya'ni qit'alar bor. 24 soat bozor harakatlantirishi uchun 4 ta sessiya vaqti bor o'zini, ha deylik. Aziya bor, London bor, Amerika bor, xullas itakdali, Tokio bor. Va biz asosan kuchli ob'yom kiradigan vaqtlarda bozorda kunlik savdo qilamiz. Ya'ni aynan kichik depozitlarni ham ko'tarish uchun London sessiya yoki amerikanskiy sessiyada switchnoy tasdiqlar orqali kunlik savdodan foydalanamiz. Bu bo'lishi mumkin svechalardan foydalanib bank manipulation,
yoki SNR yoki switchnoy tahlillarni o'zi maksimum bugun sizlarga trend strukturalarni o'rgatishga harakat qilaman va kichik time frame sistemalarni berib o'tishga lekin bozorda shoshilinch narsaga erishmasligini aytyapman. Juda ham ko'pchiliginglar bizning kanalimizda bormisizlar yoki yo'qmi? Ya'ni Telegram kanalimizda borsizlar, to'g'rimi? Maksimum biz harakat qilamiz yo'nalish berishga bozorda va yo'nalishni berishimiz bilan e'tibor bergan bo'lsanglar zonalarni juda ham kuchli topamiz, bilasizlarmi? Bu nimadan deb o'ylaysizlar? Bu nima? Bozorda yaxshi sistema topganimizdanmi? Sistemamiz yaxshi, lekin aslida bu vizualnost, ya'ni bozorni ko'rish qobiliyati orqali. Bozor qanaqa qilib ko'rasiz, qobiliyatingiz qanaqa boshlaysiz deydigan bo'lsak, asosan kuchli maksimum, kuchli minimum qayerda shakllanishini bilishimiz kerak. Bu narsalarni men sizlarga o'sha aytib o'tganimdek doskada tushuntirib o'taman. Ancha to'lib qolamiz, lekin rahmat hamaylarga kelganinglar uchun yana bir bor o'ylamagandim to'g'risi, chunki juda ham ko'pchilik kutyapti ekan bizani seminar qilishimizni va o'sha aytib o'tganimdek bugun sizlarga yaxshi informatsiyalar berib o'tishga harakat qilaman. Shuning uchun biz texnik tahlil trader bo'lganimiz uchun texnik tahlil qilamiz va istalgan instrument, ya'ni deylik misol uchun valyutniy paralar bo'lishi mumkin yoki deylik metal bo'lishi mumkin, tilla, neft, har qanaqa instrumentni grafikini ochamiz va shunchaki o'qiy olamiz. Hech qanaqa fundamentalniy tahlilsiz. Fundamentalniy tahlil kerak bizga. Chunki informatsiya bilan boyiymiz o'z aslida. To'g'rimi? Va bozorning informatsiyasini olamiz biz, ya'ni kelinglar boshlasak bo'ladi. Shunchaki mana trend deganda bizda hammaga ko'rinadi, men shu chizsam hammaga ko'rinadi, to'g'rimi? Mana bu o'suvchi trend narx o'sishi bilan endi tasavvur qilaylik, mana bu sotib olgan shaxslar deylik foyda ko'rish uchun albatta qaysidir nuqtaga borganda krupniy guruhlar sotishi bilan bozorda, ya'ni bo'shsizlik boshlanadi. Tasavvur qilaylik, bozordan ob'yom chiqib ketsa, demak, narx qaysi tomonga harakatlanishi mumkin? Bozorda kuch qolmadi qaysidir ma'noda deylik. Va narx orqaga bu trend deymiz mana bu narsani birinchi harakatni va mana bu narsani esa trendga qarshi harakat deymiz. Narx ikkinchi harakatni aynan trendga qarshi harakatlantirganda mana bu yerda sotib olishga ulgurmaganlar aynan 50% dan pastga narx tushishi bilan sotib olishga harakat qiladi va bozorda ob'yom kuchaygani hisobiga narx yana yuqoriga o'sadi. Va mana bu harakatni biz o'suvchi trend deb nomlaymiz. Trend bizga nimaga kerak? Har qanaqa istalgan M5 yoki M15 time frame yoki M1 time frame dagi strukturalarni yoki bank manipulation, SNR bo'lishi mumkin. Bularni ishlatishimiz uchun albatta biza trendni aniqlay olishimiz kerak. Men odatda 4 yil mobaynida trendni o'suvchi trend yoki tushuvchi trendni qachon bir-biriga deylik strukturani o'zgartirishini ko'proq o'rganganman. Misol uchun tasavvur qilinglar. O'suvchi trend qay holatda tushuvchi trendga o'zgaradi? Sizlar foydalanmaysizlar trenddan, misol uchun o'suvchi trend, tushuvchi trend bizga nimaga kerak deyishinglar mumkin, lekin liniyani qayerda ishlash topganman. Shuni bir qismini tushuntirib o'taman. Ya'ni o'suvchi trend ras alishtirib berchi, shu yerda ko'tara olmadim meni gaplarimni. Har kimga emasda meni gaplarim ko'tarish. O'suvchi trend bo'ladimi, tushuvchi trend bo'ladimi, strukturalar har doim bir-biriga bog'liq holatda keladi. Har doim strukturalar. Time frame bizga bekorga berilmagan, shu narsani tushunishinglarni xohlayman. Tasavvur qilinglar. Mana bu hay nimani anglatadi? Bu hayda kimda turadi o'zi aslida? Maksimum cho'qqi nuqtada. Asosan sotuvchilarni stopning nuqtasi turadi, to'g'rimi? Agar sotishga kirishgan bo'lsa, stop nuqtasi turadi. Endi narx hayni yangilagach, narxni boradigan nuqtasi qolmaydi. Tasavvur qilinglar. Narx o'sganda bor energiyasini sarflaydi va korreksiyadan keyin hayni yangilash uchun ham xuddi aynan shu narsani takrorlaydi. Biz linearniy harakatdan foydalanamiz, ya'ni liniya tortish uslubi. To есть liniya qachon tortiladi? Qachonki o'suvchi trend to'liq shaklda bo'lsa, liniyani tortishinglar bilan odatda narx mana shu naklonga, liniyaga juda ham ko'p talpinadi. Nima uchun? Chunki tasavvur qilinglar. Hay yangilangach narxga har doim korreksionniy harakat kerak bo'ladi. Korreksiya bu asosiy o'suvchi trendga nisbatan откат deb nomlaymiz va asosiy narx agar o'smoqchi bo'lsa ham va yoki tushmoqchi bo'lsa ham mana shu liniyaga talpinish kerak bo'ladi hay yangilanishi bilan. Bizda nima informatsiya bor? Har bir tarixiy kitobda yozilib o'tilgan, to есть traderlarning kitobida yozib o'tilgan tarix takrorlanadi. Ya'ni historiya повторяется degan tushuncha bor, to'g'rimi? Demak, biz uchun odatda razворотный model mana shu ekan. Razворот deganda nima degani? Ya'ni o'suvchi trend ketayotganda agar mana shu naklon sinadigan bo'lsa, narxni tushuvchi trendga o'zgartiradi. Endi tasavvur qilinglar. Agar narxda o'suvchi trend shakllanishi bilan maksimum yangilangach liniyani tortsak va liniyaga kelish narxning imkoniyati bo'lsa, hayni yuqorisida D1 time frame bo'ladigan bo'lsa, bizda nahotki M30
yoki M15 time frame'larda narx aynan mana shu naklonga kelishi uchun struktura bermasligi kerak. Tarix takrorlanish ehtimoli bor degani bu, ya'ni high yangilanishi bilan aynan ichki time frame'lar mana shu harakatni qayta takrorlaydi. Men sizlarga hozirda impulsli sistemani o'rgataman. Buni shogirdlarim juda ham yaxshi ko'radi, chunki tasavvur qilinglar, biz novostidan keyin ko'proq savdo qilamiz va novostidan keyingi savdo qilgan har bir сделка pozitsiyalarimiz effektivni chiqqan. Bo'lishi mumkin qaysidir pozitsiyalarimiz stopni, chunki stoplar bu bozorni bizga o'rgatishi, to есть bu bozorni yaxshiroq o'rganishimizga imkoniyat beradi. No, o'ylayman, shu stopdan qo'rqish kerak emas. Ko'pchiliginglar aytasizlar, analiz qilaman, yurib beradi, lekin savdo qilmayman. Nima uchun? Depozitga nisbatan lotni to'g'rilay olmaysiz va juda ham ko'pchiliginglar plichoga ahamiyat qaratmaysizlar. Brokerlar sizlarga imkoniyat beradi, to'g'ri, ya'ni 1 ga 2000, 1 ga 3000 plicho qilib beradi, lekin asosan katta treyderlar plichoni juda ham kichkina qo'yadi. Chunki har bir treyderda, har bir inson shaxsda nafsoniyat bor. Ya'ni azartga kirish tushunchasi bor. Azartga biz ham kiramiz odatda. Shuning uchun plichoni har doim kichkina qilib olamiz. Nima uchun? Chunki tasavvur qilinglar, biznesda shunaqa narsa bor. Biznesda misol uchun deylik, mana men bilan tovar deb tasavvur qiladigan bo'lsak, 10 ta tovar, 10 ta tovar bittasiga hech qachon bor pulini tikmaydi. Ya'ni investitsiya qilmaydi. Diversifikatsiya degan tushuncha bor. Shuning uchun bizda risk management bor. Ya'ni biror bir depozit qiladigan bo'lsak, 10 ming depozit qilamizmi yoki 5 ming depozit qilamizmi? Albatta risk managementga qo'yamiz. Misol uchun deylik, tasavvur qiling, 10 ming depozit qildinglar, 10%, 15% risk. Bu qanchani tashkil qiladi? 1,5 mingni. 1,5 ming dollarni biz asosan bo'lamiz. Qayerga bo'lamiz? Misol uchun tillaga 100 dollar kirishimiz mumkin, yevro USD ga 100 dollar kirishimiz mumkin yoki boshqa instrumentga. Bu misol uchun deylik. Menda telefon kelib qoldi. Xo'p, qaranglar. Razворотный struktura. Aynan har doim hayla yangilangach narxda ichki strukturalar. Nega? Chunki hech qachon narx A nuqtadan B nuqtaga borish uchun strukturasiz harakatlanmaydi. Va endi tasavvur qilinglar. Odatda hay yangilanishi bilan bozorda impulsli harakatlar shakllanadi. Chunki hayda stoplar turadi. Hamma stoplarning harakatini qilib bo'lgandan keyin bozorda mana bunaqa kuchli impulsli dividendalar boshlanadi. Agar narxda o'suvchi trend bo'lsa va hayni yangilagandan keyin sellga kuchli impulsli harakatlar boshlansa, demak bilinglar, impuls borib to'xtashi bilan narxda atqat qiladi. Bilmaymiz biz qayerda borib to'xtaydi, lekin to'xtagan nuqtasi biz uchun juda ham muhim. Menimcha juda ham ko'pchiligingizga ko'rinmayapti. Kelinglar, men bitta chizamiz, to'g'rimi? Mana bu o'suvchi trend, kuchli o'suvchi trend. Narx o'sdi va hayni yangilagach bo'ldi. Narxda informatsiya qolmadi. Yuqoriga o'sishi uchun narx albatta atqat qilish kerak. Chunki har bir aynan hay nuqta bo'ladimi yoki minimum nuqta bo'ladimi, trend uni yorib o'tgandan keyin yana dalish o'sishi uchun unga atqat kerak. Atqatsiz narx harakatlana olmaydi. Shunchaki bozorda agar o'sish, tushish prinsiplarini yaxshi tushunsanglar, maksimum ko'proq yaxshiroq ishlashga harakat qilasiz. Tasavvur qilinglar. Narx struktura yaralgandan keyin asosan deylik o'suvchi trend ko'rinishi bo'yicha, deylik liniya tortadiganmiz. Liniya bizga nimaga kerak o'zi odatda? Boya aytib o'tdim, o'suvchi trendda odatda narx hayni yorib o'tgach, har doim u tarix takrorlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, narx o'sgandan keyin odatda atqat qiladi deylik. Hayni yangilagach, bor informatsiya mamtdagi stoplarning harakatini qildi. Narx endi mana menimcha kuch sarflagani uchun korreksiya qilish. Korreksiyaning asosiy nuqtasi liniya. Asosan korreksiyaning nuqtasi asosiy liniya. Faqat qaysi time frame da tortishlik juda ham muhim. Endi tasavvur qilinglar. Narxda deylik mana shu hay yangilangach, odatda korreksiya qilish uchun mana bu 100% dek harakatga nisbatan 40% yoki 50% korreksiya qilish uchun albatta yuqorida biz uchun strukturalar bo'ladi va bu strukturalardan idealnisi aynan impulsli informatsiya. Impuls qay ko'rinishda bo'ladi? Men sizlarga hozir bozorda ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Tasavvur qilinglar. Bozorda kuchli impuls bo'ldi. Mana shuni impuls deb tasavvur qiling, chunki bu D1 time frame va impulsdan keyin impulsning kuchi tugagach atqat boshlanadi bozorda. Mana shu atqat bizga tushuntirib beradiki, tasavvur qilinglar mana bu yerda. Kuchli impuls va narxda atqat boshlandi, ya'ni yuqoriga xuddi harakatlanadiganday, chunki har bir time frame ni impuls bo'ladigan vaqtida energiyasi bo'ladi o'zini. Misol uchun deylik, yuqorida agar switchnoy signal bo'ladigan bo'lsa, 50 punkt bo'ladimi, tam 100 punkt bo'ladimi, 100 punktga nisbatan 300 punkt yoki 400 punktlik narxning energiyasi bo'ladi harakatlanish. Endi bu harakat davom etishi uchun aynan impulsni kelib to'xtagan nuqtasi bizga juda ham muhim. Narx o'zi qayerga ketyapti? Narx asosiy trendga nisbatan korreksiyaga harakatlanib ketyapti va bu korreksiyaga borish uchun impulsning jarayonida biz bo'lishimiz kerak. Narxda impuls shakllandi va asosan minimum yangilangach bo'ldi. Trendni aniq 100% sellga o'zgarganini ishonch hosil qila olamiz. Kelinglar deylik. Xo'p,
minimum yangilandi va minimum yangilangach trend tushuvchi bo'lsa, qachon o'suvchiga o'zgarishi mumkin? Nima uchun o'zi aslida tushuvchi bo'ldi bu? Qayerda tushuvchi trendga o'zgardi? Impulsdan keyin qayta minimumni yangiladi. To'g'rimi? Impulsning kelib to'xtagan minimum yangiladi. Bu degani har bitta maksimum aslida trendni qaytarish imkoniyatiga ega. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun odatda maksimumlarda manipulyatsiya bo'ladi. Ya'ni tana yopilmaydi hech qachonda. Mana tushuvchi trend bo'lganda minimumlar yangilanib kelgach, har bitta minimum yangilagan maksimum katta kuchga ega bo'ladi. Demak, bu maksimumlarda faqatgina biz prodajaga harakat qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki tushuvchi trendda narxda toki razvorotli model shakllanmaguncha har bitta hayda manipulyatsiya bo'lsa ham trend sellga harakatlanaveradi. Bu degani hayda yuqorisida 3 tadan ortiq switch yopilsa, bu impulsli harakat teskari tomonga ketishi mumkin. Ya'ni bayga harakatlanishi mumkin. Lekin agar hayni yuqorisida bitta switch yopilib turib, keyingisi hayni pastiga yopiladigan bo'lsa, bu shunchaki manipulyatsiya bo'ladi. Demak, biz impulsga qo'shilishimiz uchun minimum yorib o'tilingach, maksimumga narx kelganda sellga kiramiz. Nima uchun? Maksimum biz uchun komfortli zona. Nega? Kim biladi? Yo'q, qaytaruvchi, mayli qaytaruvchiligini qo'yaylik. Chunki maksimumda maksimum yuqoriga hammasi stop o'sib qo'yadi. To'g'rimi? Maksimum yorib o'tilsa, narx o'sha teskari bo'ladi. Shuning uchun eng komfortli zona o'zi aslida yoki maksimumlarda sellga kirish yoki minimumlarda bayga kirish. Chunki stop loss shunchaki bizga yaqin bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Juda ham yaqin bo'ladi. Ya'ni bizda kirish imkoniyatimiz bo'ladi. Shuning uchun biz idealniy o'rta zonalarni tanlaymizda, o'rta zonalarni tanlagach, switchnoy bozorga kirishga harakat qilamiz va vaqt masalasiga keladigan bo'lsak, odatda kuchli narx harakatlanadigan vaqtlarni tanlaymiz. Ya'ni to есть soat obedda, misol uchun O'zbekiston vaqti bilan 11 dan deylik, soat 2 gacha biz sell yoki buy движенияларni qidirishga harakat qilamiz. U uchun biz uchun eng yaqin minimumlar kerak bo'ladi. Ya'ni impulsni ishlatishimiz uchun odatda impuls harakatlangach, impulsning minimumi va откатdan keyin mana shu minimum yangilanganini ko'rishimiz kerak. Nega? Chunki nega bu aynan impulsni kim to'xtatib qoldi? Bizga bu narsa qiziq. Tasavvur qilinglar, kuchli bozor sellga harakatlanib kelayotganda sotib olishyapti-da va qayta shu zonani o'tkazib yuborishyapti. Demak, trend asosan sellda bo'lgani uchun maksimumdan sellga harakat qilsak, biza liniyagacha bo'lgan diapazonni o'zimiz uchun foyda qilib olishimiz mumkin. Odatda men aynan impulsning harakatida shu ishlarni qilaman. Kelinglar bozorda deylik H1 M15 time frame'da qisqacha sizlarga ko'rsatib o'taman. Degan bo'lsa, narxda odatda kuchli impulsda boshlanadi va biz har bir impulsni to'xtagan nuqtasida savdoga kirganmiz. Chunki bizning prinsiplarimiz bor. Endi tasavvur qilinglar, mana kuchli diapazon yorib o'tilyapti va yorib o'tilgandan keyin impuls borib to'xtadi. Ko'rdinglarmi? Ya'ni kuchli impulsni borib to'xtagan maksimumi va откатdan keyin narx maksimumni yorishni tanladi. Bu degani nima degani? O'sha tushuncha. Ya'ni tasavvur qilinglar, narx kuchli zonani yorib o'tgach, odatda откат qiladi. Nima uchun? Agar yana davom ettirmoqchi bo'lsa harakatni, mana shu impuls borib to'xtagan nuqtani yorish kerak bo'ladi. Sabab nega? Boya tushuntirib o'tdim. Kuchli harakatni kim to'xtatib qoldi va nega bu diapazon qayta yorib o'tilyapti? Demak, trendni biz o'suvchiga o'zgartirdik. Ya'ni kuchli maksimumni yorib o'tib, shunchaki biror bir maksimumni tanlaymiz istoriyadagi va u istoriyadagi maksimum impuls bilan yorib o'tilgach, impulsni borib to'xtagan nuqtasi kerak bizga va impulsni borib to'xtagan nuqtasini откатdan so'ng qayta narx yorib o'tadigan bo'lsa, demak biz mana bu minimumdan bayga kirishimiz mumkinligini tushuntirib beradi. Mana bu model hammaga tanish bo'lsa kerak. Bu golova plecho, bilasizlar? Ya'ni yelka bosh deydi aynan bu narsani. Bu odatda o'suvchi yoki tushuvchi trendlarda kuchli ishlaydi. Va sizlarga mana shu narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Biz mana bitta bayga kirganmiz. Ya'ni bay degani sotib olganmiz. Chunki logik o'ylab qaraydigan bo'lsak, kuchli impulsda hali bozoringlarda razvorotli model bo'lmay turib, sellga kirish bu juda ham xato narsa. Ya'ni qayerdagi bir 200 punktni yoki 300 punktni olaman deyish bu juda ham xato narsa. Bizda mana bu nuqtalarda baylar turibdi. Narxda hozir 3000 punktlar profitda turibmiz. Va o'sha aytib o'tganimdek, o'suvchi kuchli trendlarda biz bozorga qarshi umuman chiqmaymiz va trend bo'ylab harakatlanish deganda aynan kuchli o'sgan narxga nisbatan aynan har bir minimumdan bayga kirishga harakat qilamiz. Ya'ni minimumlarda nima sodir bo'ladi? Minimumlarda odatda mana bu yashil svechalar yopilgach, bay uchun informatsiya. Minimumdan pastda 3 ta svechadan ortiq svecha yopilsa, bay informatsiya to'xtaydi. Bu trend sellga o'zgardi degani emas o'zi aslida. Sellga o'zgardi degani emas. Bu tasavvur qilinglar, kuchli impuls va impulsdan keyin qayta impulsni borib to'xtagan nuqtasini yorib o'tish va mana shu minimumda, eng oxirgi minimumda biz svechalar, ya'ni shakllangach, mana lokalniy high deymiz, ya'ni lineyniy grafik o'tamiz. Bizda ikki xil grafik bor. Ya'ni ikki xil grafikdan foydalanamiz. Switchnoy grafik va lineyniy grafik.
Linear grafik informatsiyasi nima deydigan bo'lsak, linear grafikda asosiy obyemlarni ko'rsatib beradi. Ya'ni svechalarning tanasi aynan qayerda yopilgan. Ko'rayotgan bo'lsak, minimum narxni o'tkazmayapti va maksimumlar bir-birini yangilagach, narxda ikkita maksimum bir-birini yangiladimi, srazu biz switchnoy bozoriga kirishga harakat qilamiz. Mana bu yerda kirganimizni ko'rgan bo'lsanglar. Chunki aniqroq informatsiya olishimiz uchun. Xo'p. Kechagi deylik, mana istoriyada qo'yilgan bozordagi kuchli minimumni ko'rsatadigan bo'lsam, aynan tushuntirib o'tdimki, agar biz mana bu minimumlarni yorib o'tadigan bo'lsak, nega? O tasavvur qilinglar. Bozorda kuchli flat hosil bo'ldi. Ya'ni narx impuls bilan yuqoriga o'sdi. Tushunarsiz holat, lekin minimumlar va maksimumlar bir nuqtada turib qoldi. Demak, bu yerda flat. Narx qaysi tomonga yorib o'tsa, o'sha tomonga kuchli harakatlanadi. Endi tasavvur qilinglar. Narx 3 kundan beri yuqoriga o'sib kelyapti va flatni yuqori ehtimol bilan selga ishlash ehtimoli juda ham yuqori. Demak, bu yerda nima qilishimiz kerak? Eng yaxshi kuchli minimumlarni topishimiz kerak va minimumda switchnoy qarorlar qabul qilamiz. Ya'ni switchnoy deganda mana bu svechani ko'radigan bo'lsak, impuls bilan narxni yorib o'tdi, to'g'rimi? Va odatda boya tushuntirib o'tganimdek, impuls yorib o'tgandan keyin narxda atkat bo'ladi va atkat vaqtda qayta yana shu minimum yorib o'tilsa, trend aniq 100% selga o'zgargan bo'ladi. Chunki minimum bir marta yorib o'tilinsa, bu trend sel degani emas. Ya'ni tasavvur qiling, trend tushib kelyapti, yuqoridan tushib kelyapti yoki yuqoriga o'sib boryapti va bizda ko'rishimiz mumkin, narx pastdan yuqoriga o'sib borgan va kuchli minimumlar hosil qilgan, trendni katta trendni kuchi tugagan va shu sababli flat beryapti. Odatda mana bu yerda ideal signal olish mumkin edi. Ya'ni mana bu qizil svecha yopilishi bilan bizda trendda sell kirishimiz mumkin edi. Ya'ni keyingi minimumgacha. Chunki narx zonadan zonaga harakatlanadi degan tushuncha bor, to'g'rimi? Narxda esa minimumga kelgach, razворотный model strukturasi borligi uchun narx bayga harakatlandi. Ya'ni mana shu minimumni o'zida ham narx o'tkazib yormagan informatsiyasini olib turib, mana qaranglar, trend atkat qilyapti va minimumni yorib o'tishga harakat qildi, lekin yorib o'tolmagan sababli yuqoriga qayta yorib o'tdi. Ya'ni impulsning keyingi qoidasi, kelinglar. Impulsda narx minimumni kuchli impuls bilan urib o'tgandan keyin va mana bu yerda atkat qilgach, tasavvur qilinglar. Mana bu tushuvchi trend edi. Agar minimum yorib o'tilsa, har bir maksimumdan selga kirardi, to'g'rimi? Endi qoida qanaqa bo'ladi? Kuchli minimum narxni o'tkazib yormayotgan bo'lsa, narx esa kuchli minimumgacha impuls bilan keldi va har bir minimum emas, maksimum yorib o'tilishiga endi minimumdan biz sotib olishga harakat qilamiz yuqoriga. Chunki impuls bo'lgan vaqtda, impulsni kelib to'xtagan minimumni agar narx yorib o'tmasdan atkat bo'lgan maksimumni yorib o'tsa, har bir minimum faqatgina buy uchun signal beradi. Esingizdan chiqmasin. Chunki impulsning o'zi biz uchun informatsiya. Biz bozorda faqat vizual strukturalar orqali foydalanamiz xolos. Bu strukturalarni vaqti o'zgarib turadi. Shu uchun odatda strategiyalar ishdan chiqib qolishi mumkin yoki nimadir o'tkazib yuborasizlar. Aslida biz bozorni o'suvchi, pasayuvchi trendini agar yaxshi tushuna olsak, minimumlarni yaxshi belgilay olamiz. Mana e'tibor qaratinglar, men liniya tortib qo'yganman. Nima uchun? Chunki o'sib ketayotgan trendda narx sell harakatlanish uchun katta struktura yasayapti. Ya'ni trend, откат, продолжение. Struktura, ya'ni razворотный struktura 3 ta harakat bilan shakllanadi. Ya'ni tasavvur qilinglar mana. Trend, откат, продолжение. Nega buni o'suvchi trend deyapmiz? Chunki bu yerda faqatgina maksimumlar yuqorida bo'lib ketyapti. Ya'ni o'suvchi trendda esingizdan chiqmasin. Maksimumlar va minimumlar har doim bir-biridan yuqorilashib boradi. Va tushuvchi trendda esa trend, откат, продолжение. Bu yerda ham aynan 3 ta harakat, lekin minimumlar bir-birini yangilab boradi. Aslida mana shu 3 ta harakat o'zi razворотный model deb ataladi. Buni informatsiyasini boya tushuntirib o'tdim. Maksimum yorib o'tilgach, narx откат qilish uchun aynan impulsli modellardan foydalanadi. Demak, bu yerlarda ham ko'rishimiz mumkin, impulsli harakatlar faqat minimumli trendni yorib o'tgan. Xo'p, bizni tilni osonlikcha tushunmasligingiz mumkin, chunki biz bozorda kattaroq trendlari bilan ishlaymiz va shu sababli sizlarga men shu aytib o'tganimdek bank manipulation sistemasini osonroq pulli savdo qilishingiz uchun shogirdlarimni olib kelganman. O'sha shogirdlarimni hozir sizlarga qo'yib beraman va sizlarga asosiy deylik o'sha kichik time frame da ishlaydigan sistemalarni tushuntirib berib o'tadi. Biz odatda juda ham ko'p zonalar bilan foydalanamiz va meni ko'plab savdolarimni ko'radigan bo'lsanglar, men uzoq muddatli savdolar qilishga harakat qilaman. Chunki menga kunlik kichik time frame'dagi harakatlar yoqmaydi. Sababi tasavvur qilinglar. Bozorda savdo qiladigan treyderlarni
ehtimoli o'zgaradi. Misol uchun kunlik savdo haftasiga 2 marta yoki 3 marta 60 ga 40 savdo qiladi. struktura bergan savdo qiladigan traderlar 60% yo'qotish ehtimoli bor, ya'ni 70% ehtimoli bor. Yutish ehtimoli bor, chunki u bozorni aynan aniq to'liq strukturasi shakllanguncha kutadi va undan keyin razvorot bo'lgach bozorga kiradi. Shuning uchun sabr qiladigan traderlar, ya'ni uzoq muddatli savdo qiladigan traderlar har doim win rate yuqori yuradi. Hozir 1 minut. Mana bu. Agar yevro yuz instrumentini ko'radigan bo'lsanglar, uzoq muddatdan beri aynan biz bozorda kuchli dollar qulashini taxmin qilib kelayotgandik. Nima uchun? Nima uchun bu narsani taxmin qildik? Tasavvur qilinglar. Bozorda eng oxirgi razvorotli model, men bu ekranni oqartirsam bo'lmaydimi? Ko'rinmay qoladi. Seriozmi? Просто instrumentlarim ko'rinmayapti. Men bitta mana har bitta razvorotli modelni chizganman va har bir hayni yuqorisida aynan sizlarga aytgan mana bu katta strukturalarni xuddi kichkina time frame ko'rinishi bor. Tasavvur qilinglar, har bir hay yangilansa narxni men bittagi naklonga kelish to'g'risida tushuncha beryapman. Va men har doim mana bu o'rtaliqni o'zimga foyda qilib olaman. Menga qiziq emas. Men bu liniya yorib o'tiladimi yoki narx orqaga ketadimi? Menga qiziq narsa maksimum yorib o'tilingandan keyin ichki struktura aynan selga o'zgarishi. Eng muhim. Mana buni ko'radigan bo'lsak, kanalning struktura, diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Bu uzoq muddatli pozitsiyalardan bittasi o'zi aslida. Mana buni qaranglar. D1 time frame'dagi xo'p, mana bu chislani ko'radigan bo'lsak, kelinglar, chislasini ko'rib olinglar. Qancha uzoq muddatli struktura. 21-oktyabr, 21-oktyabr va ko'rishimiz mumkin mana bu avgust. Почти 1 yildan beri yig'ilayotgan mana bu katta struktura. Katta struktura. Ya'ni bu o'suvchi trenddagi struktura. Sizlar agar mana shu yerda M5, M15 time frame qaraydigan bo'lsak, kamida 1000 ta sell struktura bor, 1000 ta buy struktura bor. Menga qiziq, har bitta kuchli minimumdan sotib olib maksimumgacha ushlash yoki har bitta maksimumdan sotib aynan sellgacha, ya'ni o'zini naklonigacha ushlash. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, D1 time frame strukturasi sizlarga aytib o'tganim kabi, men katta time framelarda ishlayman odatda. Har bitta ushlaydigan pozitsiyam ham eng kamida 750 tam 850 punktdan kam bo'lmaydi hech qanaqasiga. Kunlik time framelarda bemalol savdo qila olaman, lekin meni aynan xarakterimga qaraydigan bo'lsak, kunlik time frame'da men tasavvur qilinglar, agar 5 marta bir kunda savdo qiladigan bo'lsam, 3 ta stop loss oladigan bo'lsam, 3 ta neudachность. Psixologiyam ko'tarmaydi qaysidir ma'noda, tushunyapsizlarmi? Balki sizlarga ham xuddi shunaqadir. Ya'ni savdo qilasizlar, stop olasizlar, slip qilasizlar, и так далее. Ya'ni dальше deposit ochadigan bo'lsanglar, bozorni ko'rishingiz mumkin, analiz qilishingiz mumkin, lekin dальше savdo qila olmasligingiz mumkin. Shuning uchun men odatda kuchli haylar yangilanishini kutgach, tasavvur qiling mana. O'suvchi trend va har bir hay yangilanyapti. Aynan mana shu o'suvchi trend ko'rinishiga o'xshab turib, kichik time frame'da shu holatni idealni ko'rinishi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana bitta narx necha punkt qulagan deb o'ylaysizlar? Men o'ylayman 1000 punktdan ortiqroq va valyutalarda osonlikcha, ya'ni kuchli manipulyatsiyalar bo'lmaydi, sizni stopingizga atakalar bo'lmaydi. Endi men bu instrumentni ko'rsataman sizlarga. Ya'ni eng zo'r pastlik mana yaqin orada bo'lgan anaqalar, analizlar bular. Mana men bu analizni kim eslaydi? Men kanalga tashlab o'sha kunni narxni qulash bo'ldi. 8 punkt. Bu yerda nima bo'lgan? Diqqat bilan kuzatinglar. Nima uchun sellga qaradim? Nimaga aynan narx maksimumlarning yuqorisida bo'lganida, to есть maksimumlarning yuqorisida bo'lib turib, men nima uchun sellga qarayapman? Nega aynan tushuvchi trenddan o'suvchi trendga o'zgaryapti-da, men sell qarayapman. Nima sababdan ko'ra? Endi bu yerda logichniy bozorga qaraymiz. Bozorda hamma strategiya, strukturalar ham sizlarni boy qilavermaydi agar sizlarda logika bo'lmasa. Logika nimadan iborat? Tasavvur qilinglar. Narx o'sishi uchun kuchli globalniy haftalik time frame maksimumlarini yangilab o'tyapti va mana bitta impuls bor. Har doim impulsdan keyin qanaqa time frame bo'lishidan qat'iy nazar ikkita maksimum, ikkita minimum bir-birini yuqoriga yoki pastga yangilamasa, bozorda razvorotniy struktura bo'lmaydi. Ya'ni bozor orqaga qaytmaydi. Misol tariqasida mana narx o'sdi kuchli impuls bilan va ikkita maksimum, ikkita minimum degani mana bitta birinchi maksimum, mana bitta birinchi minimum va ikkinchi maksimum, mana bitta уже bo'ldi, naklon sindi. Mana shu strukturasiz bozorda razvorot bo'lmaydi. Misol uchun impuls bo'ldimi? Ikkita high, ikkita low struktura tayyor va minimum yoki naklon sinishiga uzoq muddatli sell ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz istalgan strategiyangizni, istalgan kichik time frame'dagi modellaringizni mana shu harakat bo'ylab amalga oshirsangiz bo'ladi. Trendga qarshi savdo qilmaysiz va shu sababli sizda daromad bo'lib boraveradi. Tushunarlimi? Asosiy trend bilan agar kichik time frame bog'lay olmasangiz, effekt ola olmaysiz. Shu sababli o'g'li, impuls bilan bozor yuqoriga harakatlanyapti, bez откат va bozorda boshlandi. O'suvchi trend, highlar va lowlar bir-biridan yuqorida bo'lgani sababli eng oxirgi minimumni narx yorib o'tganini ko'rishimiz mumkin va shu sababli tasavvur qilinglar. Mana bu kuchli minimumni
yuqoridan bo'lgan harakat narxda yorib o'tyapti. Demak, ichki qayla qachonki yangilanganda biz trendni buy deyishga haqqimiz yo'q. Asosiy trendgina yangilanganda bozorda buy harakati bo'lishi mumkin. Biz esa ko'rishimiz mumkin, minimumlar yangilangan va narx impuls bilan yuqoriga chiqib borayotganda aynan sizga aytgan o'sha impulsning formasi ham shakllangan va 8 punktli kuchli sell harakatini ko'rishimiz mumkin. Trend hozircha bizda sellda turibdi odatda va mana bu narsa o'zi 3 oydan beri bizga kutib turgan holatimiz. Xo'p. Bitcoinga keladigan bo'lsak. Bitcoinda esinglarda bo'lsa, men Bitcoinni o'tgan yil oktyabr oyidan beri sell harakatlarini ushlab kelaman. Eng yuqori cho'qqi nuqtalardan. Nima uchun? Tasavvur qilinglar. Razворотный model, demak ikkita maksimum, ikkita minimumdan iborat. Mana bu tushgan trend ham aynan o'suvchiga o'zgarish uchun model struktura bergan va mana bu tushuvchi trendni ko'rishimiz uchun narxda 6 oy mobaynida aynan haylar va lowlar bir-biridan yuqorida bo'lib naklonni sindirgan. Mana esa har bir hay yangilanishi bilan narxni naklonga kelish prinsipini yaxshi tushuna olaman. Va maksimum yorib o'tilindi. Mana bu yerda idealni 1300 punktli sell harakatini ushlaganmiz. Va sizlarga hozir mana shuni ochib ko'rsataman. Va naklon yorib o'tilgach, mana bu naklon singach, trendni to'laqonli sellga o'zgardi degan informatsiyasini olib turib, yo'nalish bo'ylab faqat sell olib kelganman. Bayga hech qanaqa qarash qilmayman. Chunki agar bayga bitta yoki ikkita stop yeydigan bo'lsam, yo'nalish o'zgaradi menda. Yo'q. Savdo qila olmayman hech qanaqasiga. Shuning uchun yo'nalishni sinishini, tushuvchi trend yoki o'suvchi trendni o'zgarganning informatsiyasini ola olish sizda mana qarang. Mana bu 4000 yoki 5000 punktdan ortiq sell harakati bor. Har bitta kuchli maksimumda sizni sell qilish imkoniyatingiz bor. Nima uchun? Chunki narx 6 oy mobaynida aynan sellga ketish uchun sizga struktura hosil qilgan bo'lsa, yana xuddi shu ko'rinishni hosil qilmaguncha trend sell harakatlanib boraveradi. Sizni hech qanday kuchli minimum maksimumni yangilashga unday olmaydi. Esingizdan chiqmasin. Strukturasiz, ya'ni bozorda razворотный modelsiz hech qanaqasiga buy yoki sell qila olmaysizlar. Shuning uchun bizga razворотный model kerak. Endi tasavvur qiling, mana o'sha struktura sekin-sekin shakllanyapti. Bitcoinni ko'rasizlar, kamida 2 yil yoki 3 yildan keyin narxni 500 ming dollargacha uchishini ko'rasizlar. Chunki bozor uzoq muddat mobaynida aynan struktura hosil qilyapti. Tak что, mana bu impuls. Va impulsda trendda hali struktura hosil bo'lmagani uchun eng kuchli maksimumlar yangilanishi bilan kuchli sellga harakat qilib boraverganman. Har bitta oladigan pozitsiyam kamida riskimga nisbatan 1/5 yoki 1/10 dan ziyod bo'lgan. Nima uchun? Trend sellda. Bizga 6 oylik informatsiya bor trend sellga o'zgargani to'g'risida va e'tibor qaratinglar. Naklon singach, narx eng yaqin kuchli maksimumlardan sellga harakat qilyapti. Nima uchun? Chunki informatsiya sellga o'zgardi. Tushunyapsizlar, mana qarang. Bu mana maksimum. Va bu yerda qanaqa qilib sellga kiramiz deyishlar mumkin. Buni ham ko'rsatib o'tayim. Maksimumda sell kirish switchnoy qanaqa qilib kirasizlar, qaranglar. Prosta tushunishinglar kerak bir narsani. O'suvchi trendda kuchli minimumni yangilanishi muhim, ichki minimumlarni yangilash emas. Mana uni qanaqa qilib aniqlay olamiz desanglar, asosiy trend deganimda mana bu narsani tushuntirib o'tdim. Tasavvur qiling mana. Trend yuqoriga o'syapti va atqat qilgach maksimumni yangilayapti. Demak, maksimumni aynan mana bu kuchli maksimumni yangilash qayerdan boshlandi? Nega siz ichki minimumni olib aynan trendni sellga o'zgardi deb tasavvur qilishingiz kerak? Aynan o'suvchi trendda maksimumni yangilagan kuchli minimum mana bu hisoblanadi. Chunki maksimumdan keyin atqat aynan mana bungacha bo'ldi. Va atqatdan keyin biz maksimumni yorib o'tgach, bu minimum juda ham katta kuchga ega bo'ldi. Agar bu minimum qachonki yuqoridan kelgan trend minimumni buzib o'tadigan bo'lsa, trendda 100% de sell harakati va ichki maksimumlardan ana endi sellga informatsiya olib sellga harakatlansa bo'ladi. Shu uchun покупатель, ya'ni sotib oluvchi uchun ham, sotuvchi uchun ham eng optimal nuqta bu stoplar qo'yiladigan joy. Tushunyapsizlarmi? Stoplar qo'yiladigan joy. Mana mantiq ko'radigan bo'lsak, aynan siz sellga kirsangiz, stopni qayerga qo'yasiz, например? Maksimum yoki minimumdan yuqorida. Lekin siz kichik time frame'da qilasiz bu ishni, to'g'rimi? Odatda men asosiy nuqtalarda, misol uchun mantiqlarda ham bor sellga harakat. Mana mantiqda ham 200 punktli sell bor. Kimlardir kirgan mana mantiqda. Men kirmayman bunaqa joylarda. Qachonki minimum yangilansa, men har doim maksimum kutib turaman. Menga даже bermasdan ham kerak bo'lsa signal. Lekin men uchun optimal nuqta maksimum. Nima uchun?
Chunki trend sellga o'zgargani uchun откат qildimi? Minimumni yangiladimi? Tasavvur qilinglar. Minimum yangilangandan keyin narx qanchalik sellga harakatlansa, bu biz uchun plyus. Nega? Sababi narx maksimumga borganda aynan biz minimum yangilanishini albatta kutamiz. Nima uchun? Chunki trendda boya tushuntirib o'tdim. Qachonki impuls bo'ladigan bo'lsa, chunki impulsning informatsiyasi juda ham qiziq mana. Impuls bo'ladigan bo'lsa, uni minimumi yangilandimi? Qanchalik minimum yangilansa, aynan narx maksimumga keladi va qayta minimumni yangilaydi. Chunki har bir impulsdan keyin ikkita maksimum va ikkita minimum bir-biridan pastda bo'lishi kerak tushuvchi trendda. Va shu sababli har bir maksimumda idealni sellga kirib boraverganman. Minimum yangilanadi, switchnoy H4 time frame'da minimum yangilanganini ko'raman va switch orqali ham kirishim mumkin, kuchli maksimumlarda ham savdo qilishim mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu informatsiyalarni hammasini o'sha katta kanalimizga berib o'tganman, hammasini. Hozirgi kunda biz Bitcoinni aynan mana shu minimumlardan sotib olishga harakat qilyapmiz va sotib olishimiz uchun bizda hali biror bir kuchli maksimumlar yangilanmadi va kuchli maksimumlar yangilangach trendda bay harakatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aslida nega qayerda biz bayni ko'ryapmiz deydigan bo'lsak, tasavvur qilinglar mana. Kuchli sellga harakatlanib kelayotgan trend откатdan keyin minimum yorib o'tilingach, narx hech bo'lmasa maksimumgacha kelish uchun ham mana bu ikkita svecha eng oxirgi maksimumni yorib o'tdi, demak, mana shu maksimumgacha kelish uchun informatsiya berib qo'ydi. Demak, tasavvur qilinglar. Har bir signal bo'lgan svechada kamida 1 ga 3 yurish nisbati bo'ladi. Mana bu svecha 150 punktmi, 250 punkt plus minus va bu 250 punktga nisbatan biz 3 baravarni olganmiz yoki 4 baravarni bilmadim. Xullas даже 400 punkt. Mana shu 400 punktni biz buy diapazoni deb ataymiz. Va bu 400 punktning orasida minimumda hosil bo'ldimi, har bir maksimum yorib o'tilingach, minimumda buyga kirishga harakat qilamiz. Albatta, svechalar yopilishi bilan. Endi sizlarga switchnoy tasdiqlanib o'tadigan bo'lsam, switchnoy tasdiq bitta ikkita ko'rsataman foydalanishingiz uchun. Mana. Misol uchun trend sell harakatlandi va откат. Endi mana bu bizda minimum paydo bo'ldi. Minimum qay ko'rinishda belgilanadi? O'zi minimum maksimumlar qanaqa belgilanadi deydigan bo'lsa, minimumda har doim ikkita svecha turadi. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Tushunasizlarmi? Ikkita svecha turadi. To есть sell harakatlanayotgan svecha qizil ko'rinishda va yashil ko'rinishda ketadi. Demak, va mana bu minimumda bitta qizil svecha va yashil svechani tana va shpilkasi kerak bo'ladi bizga zona belgilashimiz uchun. Tushunardingmi? Endi kelinglar deylik va mana shu zonani belgilab oldik biz. Endi bu yerda tasdiq bo'lishi uchun svechalarni tana ko'rinishda yorib o'tilishi kerak. Misol uchun mana qizil svecha yorib o'tdi trend sellga va keyingi svecha ham sellga harakatlanish ehtimoli bor. Undan keyin korreksionniy harakatlar, ya'ni откат bo'lish uchun svechalar shakllanadi. Endi qaranglar, eng qiziq joyi. Bizda boya tushuntirib o'tdim. Ikkita bir-biriga qarama-qarshi svechalar bo'ladigan bo'lsa, u minimum hosil qilishi mumkin yoki maksimum hosil qilishi mumkin. Bu yerda nima hosil bo'ldi? Minimum hosil bo'ldi. Demak, narx aslida bizda mana bu yerdan maksimumdan harakatlangan trend minimum yorib o'tdi. Demak, откат aynan maksimumgacha bo'lishi mumkin. Ya'ni minimum yorib o'tilgach, esingizdan chiqmasin. Yuqoriga qayta yorib o'tilsa, bu buy degani emas hech qanaqasiga. Asosiy maksimumni yorib o'tilmaguncha trendda buy harakati bo'lmaydi. Shuning uchun biz двойной tasdiq kutamiz. Двойной tasdiq degani bir marta minimum yangilab o'tilindi pastga, mana bu ko'rinishda. Endi откатdan keyin qayta mana shu minimum yangilanishini kutamiz. Demak, sell kirishimiz uchun minimumni chiroyli qilib belgilab olamiz va qizil svecha yorib o'tishi bilan davaychi ikkita svechani belgilaylik, chunki bizga ikkita svecha kerak har doim. Mana откат qilib bo'ldi, tasavvur qilinglar. Mana shu svecha orqali sellga kiramiz уже. Все. Va bu vaqt aynan bizga yoki London, Amerika bo'lish kerak albatta. Mana bu yerga stop qo'yamiz. Necha punkt bo'ldi stop? Deylik 40 punkt bo'ldi. Biz 120 punkt xohlayapmiz. Все. Mana shu ko'rinishda aynan berilgan signal orqali biz stopni aniqlaymizda va sekin bozorga savdoga kirishga harakat. Hoppa. Вот. Tushuvchi trend minimum yangilab o'tilindi va narx maksimumgacha yetmasdan
o'zini lokalniy minimumni mana bu ikkita svecha orqali yorib qo'ydi. Demak, siz yorib o'tilgan svecha orqali bozorga kirasiz, stop loss esa o'zidan oldingi svechani yuqorisiga qo'yiladi. Mana shu risk orqali bozor sizga imkoniyat berdi. Demak, take profit qayerda bo'ladi? Qayerda chiqib ketaman bozordan deydigan bo'lsak, sizga hech qanaqa предыдущий minimum ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Optimalniy varianti 1 ga 2 ko'rinishda yoki 1 ga 3 ko'rinishda bozordan chiqib ketishingiz kerak. Ko'pchilik take profitni qayerga qo'y deb savol beradi. Take profit bu qiziq narsa emas. Muhimi stopni aniq to'g'ri aniqlab olish. U 100 punkt bo'ladimi, 50 punkt bo'ladimi, stopni to'g'ri aniqlab olganingizdan keyin mana shu berilgan stopga nisbatan biz bozorda 1 ga 2 yoki 1 ga 3 ko'rinishda foydamizni olishimiz kerak, chiqib ketishimiz kerak. Shuning uchun ko'pchilik win rate'ni aniqlay olmaydi. Ya'ni savdoga kiradida 500 punkt, 400 punkt tushadi, aka qayerda take profit yopiydi. Bunaqa savdo prinsipi yo'q. Savdo kuniga maksimum 2 marta qilinadi yoki haftasiga maksimum 4 marta qilinadi. Idealniy savdolar. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shu ko'rinishda. Mana shu switchnoy hisoblanadi. Switchalarning shpilkasi ahamiyatga ega emas. Faqatgina minimumlarni yoki maksimumlarni tana yorib o'tish kerak. Tana yorib o'tgandagina reaksiya bo'ladi. 70% signalni klassikadan olaman. Klassika idealni tushuncha beradi. Men uchun idealni. Va qolgan kichik time framelarni shunchaki har bir minimum yangilab o'tilganda mana bu kuchli trendga nisbatan atkat qilish uchun switchnoy tasvirlardan foydalanaman. Menga mana shu 3 ta narsani o'zi yetadi. Vaqt, switchnoy kirishim uchun vaqt, sessiyalar, to есть va switchnoy tasdiqlar va strukturani sell yoki buy ekanligini aniqlashim. Hozir yaqin kelajakda tillarni ko'rasizlar, juda ham kuchli o'sadi va erta yangi haftada trend sell harakatlanadi. Ochilishi bilan gapga sell harakatlanib boradi va buni sababini ham tushuntirib o'taman hozir sizlarga. Mana qaranglar. Endi bu narxni turgan nuqtasi ham o'zi asosan kuchli minimum, haftalik time frame'dagi o'sgan trendning minimumi. Va bu minimumni narx yorib o'ta olmagani sababli har bir maksimumda switchnoy buy shakl, to есть switchnoy buy signali bo'lganda biz buy harakatlanib boraveramiz. Biz shunchaki zonalarni kuchli belgilay olamiz va zonalarda lokalniy maksimumlar yangilanishiga trendda har doim buy signali. Hozir bizda D1 time frame'da pastdan signal bo'lib qolgan, to есть deylik mana ko'radigan bo'lsak, flatda turibdi narx va mana shu flat holatini kuchli impulsni D1 switchi yorib o'tgan. Demak, mana bu stop o'lchaniladi, nech punkt. Misol uchun 1000 punkt. Narxda hali 3000 punkt harakatlanish возможности bor. Nega? Shu yerda razворотный model ko'ryapsizlarmi? Hech narsa yo'q. Demak, har bir kuchli minimum faqat buy uchun ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? 100% garantiya. Kuchli sell trend bo'lish ehtimoli juda ham kam. Nega? Sababi nimaga minimum yangilangach srazu impuls bilan narx yuqoriga harakatlanib ketmadi? Sabab chunki struktura yo'q edi va struktura shakllandi, struktura sindi va narx korreksiya qildi. Ozgincha turib o'zini lokalniy haylarni yangilab kuchli impuls bilan yuqoriga harakatlanib ketib qoldi. Har bir kuchli o'suvchi trendda yoki tushuvchi trendda albatta razворотный model bo'ladi. Bu narsani har yerda tushuntirib kelganman va bundan keyin ham tushuntirishda davom etaman. Bozorning o'zining mexanizmi bor. O'zi bozorda ikki xil ishtirokchi bor xolos. O'suvchi, to есть sotib oluvchi va sotuvchi. Bular ikkalasi o'suvchi trendni yaratadi yoki tushuvchi trendni yaratadi bir-biri bilan raqobat qilib. Demak, biz agar shu strukturalarni tushuna olsak, bemalol kichik time frame'dagi har bir harakatni olishimiz mumkin. Men demak, hozircha trend tushuvchidan o'suvchiga o'zgargani uchun har bir kuchli zonalarda minimumlarda sotib olishga harakat qilaman. Sellga harakat qilmayman. Sellga qachon harakat qilishim mumkin? Men M5 yoki M15 time frame'da Amerika sessiyasi kirib kelishdan oldin o'zim uchun eng yaqin minimumni tanlayman. Chunki u minimumni yorib o'tsa, Amerika sessiyasi yorib o'tsa, trendda o'sha minimumni 50 punktli switch yorib o'tsa, narxda 100 yoki 150 punktli harakat 100% bo'ladi. 100% yoki Londonda bo'ladi yoki Amerikada bo'ladi. Agar kunlik savdo qilmoqchi bo'lsam, uzoq muddatli savdo uchun albatta men bu instrumentlarim turadi va men D1da 1000 punktli narx ushlab turibdimi buy uchun обратный, ya'ni razворотный model shakllanmaguncha uzoq muddatli sell ideallarini qo'llab-quvvatlamayman. Shuning uchun mana men bitta buy pozitsiyalarim hali ham ochiq turibdi. Qachon razворотный struktura tayyor bo'lib turib, naklon sinsa yoki minimum buzilsa, ana unda asosiy ob'yomni bozordan olib chiqib ketaman. Ungacha bozorda razворот bo'lmaydi. Men bu narsaga javob. Mana misol uchun trend harakatlandi, atkat bo'lyapti va biz uchun hali mana bu harakat kerak. Kuchli sell uchun. Tushunyapsizlarmi? Bozor odatda shunchaki harakatlana olmaydi. Bizda mana bu trend va tendensiyani tushunishimiz kerak bo'ladi. Mana bu trend hisoblanadi. Ichidagi harakatlar esa tendensiya hisoblanadi. Biz har doim tendensiyalarda savdo qilamiz. Manipulyatsiyadan foydalanamizmi, SNR dan foydalanamizmi, hech qaysi signalni 100% deb qabul qilmaylik. Shu uchun
sessiya vaqtlarini agar ahamiyatga olsanglar, men chunki communityda turist odam bo'ladigan bo'lsa, turist odamdan hech bo'lmasa 50 tasini fikrini o'zgartirdim 100% ga. Hozirgi bozorda siklga moslashtirdim. Ya'ni ular yo hozir Londonda savdo qilyapti yoki Amerika sessiyasida savdo qilyapti. Nima bilan? O'zini xohlagan strategiyasi bilan. Shunchaki o'zi uchun eng yaqin minimumni tanlaydi yoki maksimumni tanlaydi. Bu minimum va maksimum nima informatsiyani beradi o'zi aslida? Demak, yaqin oradagi likvid zonalarni ko'rsatib o'tadi. Likvid zona shpilka bilan belgilansa, narx maksimumni shpilka bilan urgani uchun sell harakatlanishi mumkin yoki tana bilan uradigan bo'lsa, yo'nalishni bay harakatlantirishi mumkin. Shu uchun Amerikada, ya'ni 17:30 da ochiladigan svechalar juda ham muhim. 17:30 da svecha ochiladi, eng yaqin minimum maksimummi 18:30 gacha ikkita M30 svecha yorib o'tadigan bo'lsa, qaysi tomonga? Bo'ldi. Trend o'sha tomonga harakatlanadi. O'sha ikkita M30 svechani stop deb olasizlar va tunni soat 10 gacha yoki 11 gacha pozitsiyalarni yopib olib chiqib ketasizlar yoki 1 ga 2 yoki 1 ga 3. Kunlik savdo qilasizlar, bilaman har biringlar. Lekin odatda uzoq muddatli fikrlamasanglar, tradingda 2 yil, 3 yillik o'zingizlarni ko'ra olmaysizlar. Bizda tarix qanaqa bo'lgan? Bizda trading uzoq tarixi boshlashimiz bilan $10,000 depozit berib o'tilgan va 1 yildan keyin kelasan deb aytib o'tilgan. U yerda foydani yechasan yoki boshqa qilasan emas. Bu haqiqiy trading. Aslida bizga nagruska deydi, mana shunaqa nagruska bilan berib o'tilgan va plichoni ko'radigan bo'lsak, 1 ga 10 plicho. Nima qila olasizlar 1 ga 10 plicho bilan? Всего лишь 0 bitta ocha olardik. Faqat valyutalar, to есть Bitcoinga, kriptovalyutaga bilan neftga ozgina boshqacharoq edi, ekvivalenti. Так что biz eng kichik time framelarda, to есть eng kichik deylik lotlar bilan ishlab turib, uzoq muddatli pozitsiyalarni yo'nalish tanlashga majbur bo'lganmiz. Chunki foyda qilishingiz uchun kichik lotda har kun kirib chiqadigan bo'lsangiz, savdolaringiz hammasi minusga yoki 0 ga teng bo'lishi mumkin. Uzoq muddat ushlaydigan bo'lsangiz, har bir pozitsiyangiz yoki 2 hafta ushlaysiz yoki 3 hafta ushlaysiz, foydangiz ham kattaroq bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun men $10,000 depozitni 36% pribilda yopganman va u 36% dan 40%imizni biz olishga haqli bo'lganmiz o'zi aslida 1 yil mobaynida. Va ishoninglar, 1 yil 0 da yurganman, oxirgi 1 oydan keyin depozitni topshirishim kerak bo'lgan joyda risk qilib turib Bitcoinda yangi strategiya yaratganman. Ya'ni bozor zakonomernoslikka to'la. Misol uchun deylik, siz sezib qolishingiz mumkin, aynan hozirgi siklda biror bir xayni 3 ta объемный svecha yorib o'tsa, trendda faqat bay harakat yo'nalishini sezib qolishingiz mumkin. Chunki zakonomernost bor bozorda. Juda ham ko'p, millionlab zakonomernost bor. Sababi bu psixologik harakatlar. Sizni mana stoplarni qayerga qo'yishimizni aniq biladi bular. Tushunyapsizmi? Chunki biz har birimiz bir-birimizga bir xil texnikani o'rgatamiz. Va biz noodatiy fikrlaganimizdagina foyda qila olamiz. Tushunyapsizlarmi? Demak, kunlik savdo faqat biz uchun tuzoq. Hammanglar uddalab keta olmaysizlar. Shuning uchun agar tradingda savdo qilmoqchimisizlar, harakat qilinglar uzoq muddatli pozitsiyalarni ham o'rganishga. Ertami kechmi xohlaysizlarmi yoki yo'qmi, pulinglar ko'paygani sari birjalarni o'zgartirasizlar. Faqat Forexda savdo qilib keta olmaysizlar. Chunki Forexda bizda o'rtakash bor. Ya'ni qaysidir ma'noda broker bor. Yo'q, ya'ni birinchi o'zingizni 10 ming, 100 mingizni Forexdan ishlaysiz. Pulingiz ko'paygani sari baribir diversifikatsiya qilishni boshlaysiz. Fond bozoriga tiqasiz, yo kripto bozoriga tiqasiz. Hozirgi brokerlar qaysidir ma'noda bizga imkoniyatlarni qilib beryapti. Ya'ni ba'zi bir brokerlarning ichida bor dashi kriptolar, to'g'rimi? Endi biz plicho bilan savdo qilganimiz uchun bozorda kunlik savdoda ozgina qiynalishinglar mumkin. Sizlarni o'ylagan holatda uzoq strukturalarni ham o'rgatib o'tyapman. Menda xullas umumiy strukturalar, ya'ni birinchi trendni aniqlab olaman, ha yangilagandan keyin uni ichki trendini aniqlayman va bozorda mana shu ichki trend orqali men откатlarni o'zimga foyda qilib olaman. Mana misol uchun mana bu ko'rinish bor va mana bu ko'rinish bor. Bu shunchaki katta time frame, D1 time frame'dagi harakat ha yorib o'tilgani uchun mana bunaqa откат bo'lishi uchun albatta ichki struktura bo'ladi. Bu uchun ichki struktura yorib o'tilsa, ichki struktura har doim impuls bilan yorib o'tiladi. Demak, sizlarni miyanglarga bir narsani singdirmoqchiman. Narx mana bu 100% lik harakatga nisbatan 70-80% ni aynan liniyagacha qiladi va bu harakat ushlash uchun birinchi impulsni aniqlaysiz, minimumni yangilagach har bir maksimumdan sellga kirib boraverasiz. Yo'q. Trendda agar mana bu naklon ham sinadigan bo'lsa, endi A nuqta B nuqta bu yerga ko'chdi. Ya'ni narx har doim yo'nalishni sellga o'zgartirsa, maksimumgacha borishga haqqi bor. Demak, siz mana bu D1 svechaga stop loss qo'yishingiz hech qanaqa mantiqsiz. Chunki biz naklonni qay ko'rinishda yorib o'tyapmiz. Mana bu kuchli maksimumdan harakatlangan trend naklonni sindiryapti. Narxni qayta maksimumgacha borishga haqqi bor. Qachon W formatsiyasi hosil bo'ladi? Qachon M formatsiyasi hosil bo'ladi? Вот именно mana shunaqa momentda. Вот ketdi, tasavvur qilinglar. Trend, откат, mana bu aynan siz ko'rgan M formatsiyasi.
Tushunarlimi? Mana shu informatsiyasi. Demak, sizni har bir mantiga sil kirib stop qo'yganlaringiz bestop. Kiring savdoga, lekin xohlamayman bunaqa katta punktuajlarni. Siz xohlashingiz mumkin naklon singandan keyin narx 50% ga yaqin yoki kuchli biror bir maksimumga yaqin boradigan bo'lsa, stopingizni ozgina kattaroq qo'yib turib, narx minimum yangilaguncha kutishingiz mumkin. Chunki har bir разворотный model 3 ta harakat bilan deb o'tdim-a? Mana trend, откат, продолжение. Liniya yorib o'tildi. Qanaqa trend shakllandi? Tushuvchi trendning birinchi harakati. Demak, unga hali откат kerak va продолжение kerak. Siz mana shu ikkita harakatni o'zingizga foyda qilib olishingiz mumkin. Shunchaki bozor yaxshi tushunishingiz kerak, time frame'larni bog'lay olishingiz kerak. U uchun bitta seminarni o'zi yoki bitta streamni o'zi masala bo'la olmaydi. Shuning uchun aytib o'tamiz. Agar tushunchanglar bo'lmasa, katta kanalda juda ham ko'p streamlarimiz bor. Switchdan kirishlarni o'rgatganmiz, bozorning umumiy strukturalarini o'rgatganmiz. Har bir shogirdimga mana shu разворотный modelni o'rgatmagunimcha kichik time frame'dagi sistemalarni bermayman. Chunki kichik time frame'dagi sistemalar asosiy bozorga qarshi signallarni berib boraveradi. Aytayman, mana hammasi illyuziya, обман illyuziya. Biz har kun savdo qilib pribel olib chiqib ketishimiz bozordan невозможно. Agar shuni qilib ko'rsatayotganlar bo'lsa, demak, ular itok foydada emas. Men 100% garantiya bera olaman. Chunki bozorni hali tepasiga chiqqan odamlar yo'q. Misol uchun mana buyuk shaxslar bor deylik, forex sohasida, Larry Williams yoki bo'lmasa bank qulatgan kim edi? George Soros, например, Britaniya funtlar, to есть Britaniya shu birjalarni qulatgan qaysidir ma'noda deylik, strategiyasini istalgan odamga berganda, mana bu joyda sotasan, mana bu joyda sotib olasan deb informatsiya bergan. Asosiy massa bilan o'sha Britaniya funtini, bozorini, birjasini deylik qulatgan qaysidir ma'noda. O'sha Larry Williams ham misol uchun 2 marotaba 50 ming dollardan va 10 ming dollardan 1 million dollarga ko'tarish strategiyasini ochiqlab bergan primoy. Uni esa 1 yil mobaynida qilgan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni arifmetik progress deydi-ku, xuddi shunaqa. To есть bu yo'q, o'sha matematikaga ketadi. Shuning uchun mana bu strukturalarni tushunmasanglar, asosan minimum maksimumlarga e'tibor qaratmasanglar, bozorda kunlik savdo qilib foyda qilish o'zi aslida qiyin. Kuniga idealni bir marta kiring. Uni ham sessiya vaqtida kirsangiz foyda ola olasiz. Tushunarlimi? Yoki London sessiyasi yoki Amerika sessiyasi. Chunki London sessiyasida asosiy ob'yomlar kiradi bozorga, tasavvur qilinglar. Deylik yevro, ya'ni yevro bor instrumentlar yoki deylik o'sha valyutniy paralar asosan London sessiyasida kuchli harakatlanadi. Soat 2 gacha o'sha pozitsiya qilishinglar kerak. Yoki amerikanskiy sessiya soat 5:30 dan plus minus soat 7 gacha yoki 8 gacha yaxshi signallar berib o'tadi. Va bu vaqt oralig'ida 2-5 vaqt oralig'ida hech qanaqa signallar foyda bermaydi sizlarga. 100%. O'zingizlar bir sinab ko'ringlar, shu vaqt oraliqlarini ko'rasizlar. Stopinglarni ham yoki take profitinglarni ham. Так что hali trendlar o'sish potensiali bor. Narxda demak, men bu minimum yangilanganmi? Asosiy maksimumgacha kelish imkoniyati bor. Bozorda hali hech qanday razворотный struktura yo'q. Eng kamida 1, 2, 3 ta naklon singan bozorda. Demak, 4-chisini sinishi 100% garantiya. 4-chisiga narx borishi uchun asosiy trend o'suvchidami? Biror bir maksimum yangilanishini kuting va u kuchli minimumga narx qaytib kelganda sotib oling, shunchaki. Yo'q. Faqat stopingizni o'sha minimumda kelib deylik, misol uchun mana bunaqa yashil svechlar yopiladi-yu, minimumga keldi narx. Ikkita yashil svech yopildimi bo'ldi. Mana shu ikkinchisini tagiga stop loss'ingizni qo'ying, shunchaki tek profitingizni olasiz xolos. Bozor unaqa qiyin emas. Faqat siz xohlaydigan narsa juda ham kichik time frame'da xuddiki bir kirib olsangizda o'sha RR xuddi 1 ga 10, 1 ga 15 qilsangiz, nima mantiq bor unda? Hech qanaqa mantiq yo'q. Eng optimal variant 1 ga 3 savdo qilish. Yo'q. Foydaga chiqish haqida o'ylash kerak. Har kun 10 marta, 15 marta savdoni effekti yo'q. Kuniga 2 marta savdo qiling, ideal pribelga chiqasiz, 100%. Просто siz o'zingizni ovrintirayapsiz yo'q narsalarga. Xo'p. Mana misol uchun oddiy prinsipdagi bitta sizlarga modelimni ko'rsatib beraman. Juda ham oddiy prinsipda savdo qilganman va lekin 1,5 ming punktdan ortiq foyda qilganman mana shunday. Xo'p. Bo'l. Tasavvur qilinglar. Mana bu haftalik time frame. Va bu yerda qanaqa mantiq bo'lishi mumkin edi? Narx o'sib ketyapti yuqoriga va naklon singach men sellga kira olmaymanmi? Sellga kira olmayman. Nega? Chunki stopimni xohlaymanmi yoki yo'qmi hayni yuqorisiga qo'yishim kerak. Nima uchun? Chunki aynan mana bu naklonni katta mana bu sellga harakatlanib kelayotgan trend yorib o'tdi. Bu yerda men 3 ta harakatni aniq topib olganman. Sizlar ko'ra olasizlarmi bu yerda 3 ta harakat? Narx, trend, korreksiya, продолжение. Menga ideal bo'lish shart emas, lekin narx bir xil naklon ostida yuqoriga o'syapti va bu naklon sinishi bilan birinchi harakat boshlandi bozorda. Ya'ni trend.
Yuqoriga o'sish uchun nima kerak? 3 ta harakat kerak. Demak hali trenddan tashqari откат bor va продолжение bor. Men esa mana bu 3,5 ming punktli harakatda ushlaganman va oldindan bilganman. Nima uchun? Chunki narx 100% deb oladigan bo'lsak, 50% dan narx yuqoriga o'tdimi, sell divisionalar boshlanadi va sell uchun mana bu strukturani o'zini time frame'dagi harakatlari bo'ladi. Men esa mana bu narxni qisib kelganmanda eng yuqori pik nuqtasida savdoga kirganman. Buni efirlarimda, live efirlarda hammasini ko'rsatib o'tganman. Hozir vaqt yo'qotamiz ko'rsatadigan bo'lsa, shunchaki men buni hozir strukturasini ko'rsataman xolos. Ya'ni bozor bizga o'zi harakatlanishdan oldin обязательно signal berib o'tadi va mana bu signallar har doim bir-biriga bog'lanish xususiyatiga ega. Demak, trendni aniqladingiz. Mana bu откат emas, chunki har bir kuchli trendda 40% откат bo'lishi kerak. Kuchli trend sell harakatlandi. Mana bu 50% dan ortiq откат, lekin razворотный modeli bor, ko'rasizlar? Va naklon sindi, sell trend boshlandi, narx qayerga kelyapti? Eng kuchli maksimumga kelyapti. Sizga aynan signal berish uchun narx qaytib kelyapti. Tushunyapsizmi? Chunki trend shakllandi. Bayga harakatlanish uchun ham 3 ta harakat kerak. Trend, korreksiya shakllandi va продолжение bo'ldi. Mana razворотный model va naklon sindi, narx bayga harakatlandi. Va yana 3 ta harakat bilan razворотный model berdi. Trend sellga harakatlandi. Shu 3 ta harakatni tushunsangiz, bozorda uncha narsani o'zingiz hal qilib olasiz bemalol. Mana bu yerda razворотный modellarni idealniy vot biz aniqlaganmiz. Shu uchun uzoq muddatli pozitsiyalar. Endi bu narsa katta time frame'da bo'lgan. Vot mana. Trend, korreksiya, продолжение. Minimum yangilandi, narxda esa bay harakati boshlanaveradi. Mana mana shu ko'rinishda. Так что, o'g'li, o'suvchi trendda minimumlarga ahamiyat qaratinglar. Trend o'sib boradigan bo'lsa, har bitta hay yangilanishi bilan minimumdan sotib olsangiz maksimumgacha profitingiz ushlashingiz mumkin yoki minimumdan sotib olishingiz bilan o'sha sotib olgan stopingizga nisbatan, riskingizga nisbatan foydangizni olishingiz mumkin. Kimda savol bor? Sizni 8 yillik tajribangizdan kelib chiqib, hamma bilimlaringizdagi nolga tushiradigan bo'lib, bittasini ushlab qolish kerak bo'lganda, qaysi sistemangizni ushlab qolgan bo'lardingiz? Linear strukturani. Shunchaki stopsiz ham savdo qilish mumkin-da. Aniq 100% bilan stopsiz ham savdo qila olmayman. Bor treyderlar stopsiz savdo qiladigan. Lekin buni novichok treyderlarga maslahat berib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Faqat kombinatsiya bilan ishlash kerak bo'ladi. U prosta ikkita svecha yoki trend qanaqadir yordam bera olmaydi. Menda bitta liniya orqali bor savdolarimni amalga oshirishim mumkin. Boshqa narsa kerak emas. Yoki svecha orqali. Tushunarli. Rahmat. Yana kimda savol bor? Kim savol bera oladi? Ayollarimizdan bormi savol beradigan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Lobar. Men yaqinda traderga kirdim. 1 oy bo'ldi boshlaganimga. Lekin boshlagan paytim $100 bilan bir haftaga $10,000 chiqardim. Serious? Ha. Nimalar ham bor. $100 bilan $10,000. Lekin undan keyin bir haftadan keyin faqat slip bo'lib yotibman-da. Albatta, chunki bu bozorni yangi kirganlar uchun boshida bir berib shunaqa nimasimi, taktikasimi yoki? Yo'q. Mana bunaqa narsa. Sizni asosan bozorga qiziqib kirib kelish jarayoningiz qayerdan bo'ladi? Mana bozor kuchli harakatlanayotganda treyderlar juda ham ko'p istoriyalar, juda ham ko'p mavzular yoritadi o'zi aslida bozor kuchli harakatlanganda. Nega? Chunki ularning sistemasi ideal ishlaydi, bozorda impulsga harakat bo'lsa. Va shu vaqtda aynan siz bozorga qiziqib kirganingiz uchun trend bo'ylab savdo qilgansiz, narx kuchli oqayotganda tasavvur qiling. Shunchaki sell kirdingiz, sizga o'xshab qoldi. Bu degani kuchli treyder bo'lib ketasiz degani emas. Bozorni uchitib qilishingiz kerak, o'rganishingiz kerak. Siz shunchaki bitta siklda kuchli jarayonda foyda qilib olgansiz xolos. Tushunarlimi? Bozorni kuchli maksimum minimum maksimumlarga ahamiyat qaratsangiz, keyinchalik yaxshi o'rganishingiz mumkin. Bu illyuziya. Bu o'ziga tortadi aynan. Hozir $100, $10,000 qildingiz-ku, bu har doim qilasiz degani emas. Shunday bo'ldi-da. Biz ham $10 o'zi endi 40 qilishimiz mumkin, lekin o'zini vaqti bor. Tushunyapsizmi? Misol uchun mana. Agar tillarni kuzatadigan bo'lsak, rahmat savol uchun. Agar tillarni kuzatadigan bo'lsak, 12,000 punkt narx qiladi, ko'rdinglar, yanvar oyida. Mana bu 12,000 punktli harakat, mana bu 13,000 punktli harakat. Tasavvur qilinglar. Qaysidir trader shunchaki случайно har kungi signallardan qaysidir trader mana bu hayda sell signal berib qo'ydi va bu yerda $100 bor, depoziti bor, biror bir trader deylik, bittagina nolini ochdi. Nolin lot degani bu har bir punktiga deylik $1, to'g'rimi? Va yo'qotsa $100 yo'qotadi va u sell signalga kirgani uchun 12,000 punkt foyda oldi. 12,000 punktda qancha bo'ladi foydasi uni? $12,000 $100 ga. Bunaqa 12,000 punktli harakat har doim ham bo'lavermaydi. Tarixdagi birinchi 12,000 punktli harakat bu. Shu uchun siz bu siklga tushib qoldingiz degani zo'r treydersiz yoki
yoki boshqa trader tushib qoldi degani zo'r trader degani emas. Trader faqatgina stabilni, har bir pozitsiyani ya'ni stabilni ko'rinishda olib borish kerak. O'zini kombinatsiyasi bo'lishi kerak albatta. 12000 punktni ham oladi va u bozorda o'zini yo'qotib qo'ymaydi hech qanaqasiga. Tak что yaxshi bozor o'rgansangiz, yana o'sha $10,000 $100 bilan bo'lmasa ham $5,000 bilan yoki $10,000 bilan $10,000 ishlash imkoniyatingiz bor. Kuniga 2 marta savdo qilinglar. Nima uchun 2 marta? Birinchi savdo London sessiyasida agar minus qilsanglar, ikkinchi savdoni qilishga haqqinglar bor. Agar London sessiyasida birinchi tip profitinglarni olsanglar bo'ldi, bozorda savdo qilmaylar. O'sha sizlarning o'sha kungi foydali hisoblanadi. Tushunarlimi? Har kun 10 marta savdo qilish mumkin emas. Va agar 2-3 oydan beri savdo qilayotganlar bo'lsa, effekt ko'rgan bo'lsa, menga aytsin. Ya'ni daromadda yurgan bo'lsa shunaqa traderlar. Yurishi mumkin. Uni opti bor traderlar qila oladi xolos. Ya'ni deylik 3 yildan yuqori opti bor trader. Bu oxirgi tushuntirib o'tiladigan tushuncha va bundan keyin savollarni qabul qilaman va shundan keyin chiroyli tarzda yakunlaymiz. Bo'ladimi? Xo'p, o'g'illar qaranglar. Eng oddiy prinsipni tushuntirib o'tyapman. Savdo qilayotganda hech ham shoshmanglar. Bilmayman qanaqa savdo qilasizlar, qaysi sistema bo'yicha savdo qilasizlar. Narxni shunchaki o'sib ketayotgan trendini ahamiyatga olyapman va bu yerda shpilkalar ko'rsatilmayapti. Tasavvur qilinglar, bu lineyniy grafik. Lineyniy grafik faqatgina tana yopilish qismlarini ko'rsatib o'tadi va savol bor. Xo'p. Narx o'sdi va o'sgandan keyin pastga tushyapti va diqqat bilan qarasak maksimum yangilanyapti. Har bir maksimum yangilanishi bilan o'suvchi trend deb hisoblaymiz va o'suvchi trendda eng kuchli tomoni bu minimum bo'ladi. Ya'ni minimumni buzib o'tish bu juda ham qiyin o'zi aslida. Ya'ni bu yo'nalish o'zgarib ketishining informatsiyasini beradi. Tushunyapsizlarmi? Tak что har doim minimumlarda sizlar minimum buzildi deb turib, aynan H4 ning minimumida M5, M15 time frame'da minimum buzildi deb qabul qilasizlar. Bu minimum buzilishi emas. Qachonki zona belgilaganinglarda tasavvur qilinglar, zonani qaysi time frame'da belgilash bu juda ham muhim narsa. H4 time frame oladigan bo'lsak, eng idealniy signal beruvchi time frame bu H4. Nech punkt bo'ladi stop lossda u ahamiyatga ega emas. Men valyutniy instrumentlarda kuchli ishlashinglar uchun aytyapman. Faqat tilla emas, bu forexlarda, tushunyapsizlarmi? Forex so'zi aslida foreign exchange market, ya'ni asosan bu yerda obmen valyuta deyiladi. Faqat brokerlar bizga aynan metalni ham qo'shib bergan что возможность, ya'ni imkoniyatlar. Va bu texnika har bir instrumentda, har bir Xo'p, har bir aynan instrumentda ishlaydi bu narsa. Va ko'rsatib qo'yaman, qarang. O'suvchi trend va hayla yangilanyapti. Bu yerda aynan H4 time frame ning minimumi va H4 time frame da tana yorib o'tgach, narxda maksimumgacha bo'lgan diapazonda faqat sell uchun javobgar bo'ladi. Chunki trend bu yerda nima bo'ldi? Trend bu yerda tushuvchi trendga sindi va siz savdo qilish imkoniyatingizni qayerda topasiz? Tasavvur qiling, xuddi shu ko'rinishdagi strukturani ko'rdingiz. Balki M15 time frame'da, balki M5 time frame'da sessiyaga yaqin vaqtda aytayapman men. Ketma-ket minimum yangilanishi bu sizlar uchun eng zo'r informatsiya. Minimum yangilandi va men buni A nuqta, men buni B nuqta deb olasizlar. Va mana shu A nuqta B nuqtani o'rtasida maksimum yangilanmasdan ketma-ket ikkita minimum yangilanishini ko'rsanglar, ikkinchi minimum yangilanishi bilan trendda sell harakatini amalga oshirishi ham mumkin va stop loss esingizdan chiqmasin. Men mamta bekorga svechani belgilab qo'ymadim. Svecha yorib o'tgach, mana shu svecha yopilishi bilan tanasi aynan savdoga kirish mumkinligi to'g'risida tushuntirib o'tadi. Stop loss esingizdan chiqmasin. Yorib o'tgan svechaga emas, undan bitta oldingi svechaga qo'yib o'tiladi. Sababi nimaga? Har doim mana shu 50 punkt deymizmi, 30 punkt deymizmi, yorib o'tgan svechani narx har doim anaqasini, shpilkasini yuqoriga uradi-yu, keyin trend sellga harakatlanadi. Faqatgina двойной переловdan keyingina bizda sell harakatini amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda biz uchun 100% informatsiya turibdi. Ya'ni minimumni yangilagani va A va B nuqta o'rtasida ketma-ket minimumlar yangilanayotgani bu trendni sell ketishi mumkinligi to'g'risida informatsiya beradi. Agar bu narsani amerikanskiy sessiyada ko'rsanglar, aynan razgonni targ'ib qilmayman-ku, lekin depozitlarni ozgina risk qilib savdo qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eng katta foydalarni mana shu prinsiplarda qilasizlar. Bu tushuvchi trenddagi holat, o'suvchi trenddagi holat shunchaki teskari holat. Mana buni intervalni o'zgartirasizlar. Oppa, mana bu o'suvchi trenddagi holat. Ya'ni trend tushyapti sellga, maksimum yorib o'tyapti. Bu yerda 50% signal bor bizda. Ya'ni trend buyga o'zgargan bo'lishi mumkin. Va buni to'liq tasdiqlovchi narsa trend buyga o'zgardi, hali kuchli minimum yangilanmasdan turib, ikkita maksimum ketma-ket yangilanyapti. Demak, amerikan sessiyada kuchli impuls bo'ladi yuqoriga buyga. Tushunyapsizlarmi? Xuddi mana shu prinsip bo'yicha kunlik savdolarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy tushunchalarni sizlar bittada qabul qila olmaysizlar. Men sizlarga hozir fraktalni teoriyalarni tushuntirib berdim. 4 yil ustida ishlaganman. 4 yil.
har bir muvaffaqiyatda baribir xohlaysiz. Men endi muvaffaqiyatga erishdim deb aytmayman, lekin bozoringlarni shunchaki ko'rganimda qachon bayga, qachon sevgi ketishini bilaman. Faqat meni kuttiradi bozoringlar. Nima uchun? Men kunlik savdo qilmayman. Men uzoq muddatli ko'proq savdo qilaman. Shuning uchun bor ob'yom marjalarimni ko'proq katta zonalarga ushlab turaman. Misol uchun deylik, ha yangilandimi? Eng idealni kiradigan nuqtalarim yo'q. Plichodan kiraman обязательно. Chunki 100% trendga nisbatan 70% korreksiya bo'lgan bo'ladi. Yoki asosiy minimumdan покупкаga kiraman. Nega? Chunki odatda agar hayni yuqorisida tushuvchi trendda, hayni yuqorisida 3 tadan ortiq svecha yopilsa, 70% dan ortiq уже buy uchun signal bo'ladi. Narxini minimumgacha kelishi esa esingizdan chiqmasin. Kuchli razvorot vaqtida обязательно asosiy minimumla manipulyatsiya qilinadi. Ya'ni yoki bitta svecha tana bilan yorib o'tadi, keyingisi engulfing qilib yuqoriga bayga harakatlanadi yoki shunchaki aynan minimumda kuchli uzun fitil, ya'ni shpilka bo'ladi, bilasizlar. Shuning uchun zona belgilashga kelganda o'zini time frame'ini svechasi tana bilan yorib o'tish kerak tasdiq berish uchun. Yoki bitta kichkina time frame'gina o'sha tanasi tasdiq bera oladi. Misol tariqasida kelaylik, minimumni belgilaylik. To есть trendni o'zini holiga qaytaramiz hozir. Hoppa. Mana. Misol uchun maksimumni olaylik. Yo'nalish bu to'liq selga o'zgardi va случайно trend bayga ketib qoldi deylik. Mana shu yerda bo'ladigan voqea aynan qaranglar. Tana yorib o'tdi, misol uchun bayga yorib o'tdi. O'zi trend selga o'zgaruvdi. Nega narx o'sib boryapti-da aynan maksimumda harakat qilyapti. Mana shu yerda siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi manipulyatsiya. Manipulyatsiya ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni siz bilayotgan manipulyatsiya. Xo'p. Tushunib oladi bu narsani. Xo'p. Yo'nalish bayga o'zgardi va mana bitta svecha yopildi-da, tanasi shu ko'rinishda bo'ldi. Shpilkasi ahamiyati yo'q. Va narxda keyingi svecha ochilishi bilan aynan pastga urishi mana bu manipulyatsiya bo'lganini tushuntirib beradi. Ya'ni sizda sell uchun informatsiya bor edi, negadir trendi sellga ketmadi-da, maksimumga bordi-da, mana bu narsani amalga oshirdi. Qo'rqmasdan boyagi birinchi tushuntirib o'tgan impulsni informatsiyani qo'lga to есть amalga oshirsanglar bo'ladi. Men odatda kuchli o'sib ketayotgan trendda maksimumlarda eng pik nuqtasida savdoga kirib olaman. Chunki hozirgi bozor sikli xuddi shunaqa bo'lgan. To есть bitta svecha yorib qo'yadi, yo keyingi svecha mana bu yorib qo'ygan svechani to'liq qoplab oladi. Bu narsani sizlar yo engulfing deb ataysizlar yoki bilmayman. Men maksimumda bo'lgani uchun bu narsani сложный пробой deb qabul qilaman. Ya'ni tasdiqlanmagan buy signali. Va bu yerda aynan o'sha prinsipni ishlataman. To есть tasavvur qilinglar. Mana bu narsani kichik to есть kichik ko'rinishda ko'rsatib beraman. Narxda atkat qildi. Impulsli situatsiya. Xuddi shu ko'rinishda va mana bitta minimum paydo bo'ldi-yu, mana shu minimum yorib buzilib o'tilishiga всё, trendda sell harakat. Odatda men sizlarga aytib o'tyapman, savdoga kirishinglar uchun sessiya juda ham muhim narsa. Kunlik savdo qiladiganlar va amal qilinglar, aynan ikkita svecha turgani uchun mana stop bo'ldi. Mana shu maksimumda siz eng kamida minimumgacha bo'lgan harakatni olasiz. Shunchaki bozorni tekshirib chiqing, adminga uzating. Agar ishlamagan bo'lsa, ishlamagan joy bo'lsa, men sizga kanalda qaytib idealni qilib tushuntirib beraman. To есть adminga tashlaganingizdan keyin. Lekin mana bu holat o'suvchi trendda yo'nalish sellga o'zgarib bo'lgandan keyin bu ko'rinish bo'yicha sell davom etishingiz mumkin yoki bayga harakatlanib ketib qolsa, maksimumda bilinglar shu trendda sell harakati bo'lib turib maksimumga yetib borsa, demak bu yerda manipulyatsiya qilmoqchilar. Va manipulyatsiya vaqtida odatda mayli biz bu yerda bitta stop yermiz. Bu всего lишь bizani 10 ta pozitsiyamizdan bitta pozitsiyamiz stop yegan bo'ladi. Lekin mana bitta 10 ta pozitsiyangizni foydasini ola olasiz bemalol. Faqatgina to есть manipulyatsiya bo'lish kerak va manipulyatsiyadan keyin impuls sodir bo'lish kerak. Impulsdan keyin trend idealni. Bu tushunchalarni tradingni вот deylik 1 yil yoki bo'lmasa 6 oy, 8 oy vaqt o'tkazgan va savdo qilgan treyderlar tushunadi. Nolli shunchaki rasmga olinglar va video qilyapsizlarmi, videoni qayta ko'ringlar. Bozorda shu strukturani hech bo'lmasa H1 da yoki H4 da yoki M15 da borgan deylik tillada yoki valyutalarda istalgan instrumentingizda ko'ring. Men javob beraman, mana shu narsani ishlata olasiz. Ishlaysiz va daromad qilsangiz erta menga aytasiz. Zarar qilsangiz ham aytavering, farqi yo'q. Endi davaychi ozgincha savol javob qilamizda. Meni ham o'zim bitta depozit tarqatish sovg'alarim bor edi. Так что yana bir narsani aytib o'taman o'g'li, kanalda juda ham ko'p narsani yoritib beramiz do'stlar, sizlarga. Juda ham ko'p narsani yoritib beramiz streamlar vaqtida. Endi kanalda yoritib berganimizni, конечно, bizlarni bilasizlar, communitymiz bor va communityda idealni tushuntirish prinsiplari olib boriladi. Shuning uchun tak что communitydagilarni hozir o'zgartiramiz. Bilmayman bu yerda communitydan kelgan bolalar bormi yoki yo'qmi. O'tgan va Toshkentdagi anaqada
efir vaqtida communityda kelgan o'quvchilar bor edi. Natijalarini gapirib berdim. Men просто shokda. Ya'ni cho'tka anaqa qiluvdi. Ну, community qo'l ko'tarmayapti, faqat savol beryapti ular. Anaqa beringlar, mikrofon beringlar, сразу там птичка, уточками, птичка bilan. Mamta mana hamma mamta turganlar, yigitlar, bular trading turdagi bolalar. Hammasi zo'r natija qilyapti. Keyincha keyinroq tushuntirib o'taman. Savol bering faqat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi 3 ta savolim bor. Birinchi savolim prop kompaniyalar haqida ma'lumot bering. Ikkinchisi XM challenge e'lon qilibdi, demo shotga $25,000 qo'ygan. Uchinchi savolim Backtrader qachon keladilar Buxoroga? Backtrader endi xudo xolasa oktyabrda olib kelamiz. Oktyabrda keladi. Как раз planlarni, proyektini tugatib va ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsa, ikkinchi savolingiz bu Xness man bilmayman to'g'risi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Bu challenge hamma brokerda bo'ladi. Oddiy misol TradingView'ga kirsangiz ham katta o'tdilik fond bozorlari bor, boshqalar bor, bu yerda challenge e'lon qiladi. Demo shot qo'yibdi-da, demo shotga challenge e'lon qilganda u yolg'onmi, o'chana ma'lumot bersa deyman-da. Endi bilmadim unisini aka, to'g'risi, chunki no challenge yes challenge. Challenge ishtirok etasiz, bersa beradi. Keyin prop kompaniyaga shu ekzaminga o'tgan yaxshimi, $100 bilan tinchlikdan o'zingiz ishlaganingiz yaxshi? Endi bir narsani to'g'ri tushuninglar. Men prop kompaniyani jonim bilan tushuntirgan bo'lardim. Zo'r, yaxshi pul yechib, hozir hech qaysi pul yechib bermayapti. Shuning uchun tavsiya beraman, to'g'risini aytadigan. Anig'i real $100 ha. Endi anig'i real $100 demayman. Agar Forexda qolmoqchi bo'lsangiz, o'shani centviy shot qiling, qancha. Chunki bir oy o'zingizni ko'ringchi, qani energiyangiz yoki emotsiyangiz bozorda nima deydi, olib qola olasizmi yoki yo'qmi? $100 и также imkoniyatingiz yo'q. 10 ming sentda qancha ko'ringchi, nima qila olasiz siz? Mana shu bir oy mobaynida. Qila olsangiz, mana shu $100 dan 001 bilan amalga oshirasiz. Agar o'sha sentda ham dash qila olmasdan 50% dan ortiq minus borsangiz, demak siz ozgina doktorlar aytadi, davolanish kerak deydi, siz ozgina shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Rahmat. Rahmat kattakon. Mana sizga o'sha $100 aka imkoniyat. Xudo xolasa, depozit qilib, yechib bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Mandelbergni nazariyasiga asosan fraktalniy harakat tushunchasi bor. Mandelbrot, ha? Aha, shu jumladan moliyaviy bozorlarda ham fraktalniy harakat bor. Hozir yuqorida aytib o'tdingiz, 50% divideniyani kutmasdan turib, ikkilamchi trend, ya'ni fraktalniyga qarab turib ham savdo qilsa, qanchalik to'g'ri? Endi savolingizni grafik bo'yicha ko'rsating derdim-ku, lekin odatda ko'rsatib berishim mumkin. Mayli, ko'rsatib bering, imkoningiz bo'lsa. Hozir siz yuqorida aytib o'tdingiz, to'g'ri aytdingiz, 50% divideniyani kutib turib savdoga kirsa bo'ladi, lekin fraktalniy tushuncha bo'yicha, ya'ni главный trenddan oldin, ya'ni ikkilamchi trend deb aytiladi, ustozimiz aytgandek. Bu yerda ham o'zbek zaboniga gapiryapsiz, ikkilamchi trend deyapsiz-ku, ozgincha bolalarga tushunarsizroq bo'ladi. Главный trenddan oldin, ya'ni trendda buzilishdan oldin fraktalniy trend degan tushuncha bor, ya'ni trendda buzilishini kutib o'tirmasdan ham oldin fraktalniy trendga qarab kirsa bo'ladi bozorga. Buni o'sha Mandelberg, ya'ni fransuz va amerikalik matematik nazariyasiga asosan qilingan. Trend liniya chizib ko'rsataman, ya'ni mana bu trenddan oldingi fraktalniy trend deb aytiladi. Struktura, ichki struktura. Ichki struktura. O'shani ham savdoga kirish qanchalik to'g'ri deb men sizga shuni savol qilib berdim. Ha, ya'ni ichki struktura buzilsa qancha? Ha, to'g'ri. Siz hozir 50% kutishingiz kerak dedingiz, to'g'rimi? Yo'q, o'shangacha ham kuchli zona qolib ketadi-da. Shu o'shani kutmasdan turib fraktalniy trenddan savdo qilish. Albatta siz xato tushunibsiz. Chunki men boya tushuntirib o'tdim, yana bir bor diqqat bilan kuzatinglar. Men liniya tortishda va hayla yangilanganda kamdan kam adashaman. Nima uchun? Chunki men kutib savdo qilaman. Kichik time frame da har kun 20 marta o'zgarmayman. Bir kun xursand bo'lib turib, bir kun xafa bo'lib turib, unaqa o'zgarmayman. Shuning uchun men asosiy momentlarni kutaman. Tasavvur qiling. Mana bu o'suvchi struktura, to'g'rimi? Va har bir trendda mana naklon tortish ikkita minimum borki, maksimum yangilangan bo'lsa, liniya tortish imkoniyatimiz bor. Liniya tortmayman bitta. Nima uchun liniya tortyapmiz? Chunki bu razворотный model, правильно? Razворотный model qachonki liniya yorib o'tsa aktiv bo'ladi. Liniyani nima uchun tortyapmiz? Struktura tayyor bo'lgani uchun. Demak, narxni liniya kelish shansi bormi? Strukturalarni bir-biriga bog'lanish imkoniyati bor. Endi qarang. Mana bu struktura nima edi o'zi aslida? Razворотный modelmi? Demak, narx A nuqtadan B nuqtaga kelish uchun albatta kichik time frame'da razворотный model berish kerak. Fraktalniy teoriya nima deydi? Katta struktura bilan
kichik strukturani bir-biriga bog'lasang va aynan narx sinishida kattasigacha kutadigan bo'lsang yoki отбойni ko'rishing mumkin yoki пожалуйста продолжение, ya'ni пробойni ko'rishing mumkin. Men aynan shu narsani tushuntirib o'tdim. Maksimum yangilansa, narx 50% gacha kelish uchun ichki strukturadan foydalanib SEOga kirishingiz mumkinligini tushuntirdim. Shuni so'ramoqchi Albatta mumkin. Albatta. Rahmat. Rahmat sizga. Ko'pchilik treyderlarda o'sha Fibonacci strukturasida ishlaganda o'zi golden zona bor-ku, 05-06-8. Siz o'zingiz nastroyka qilgansiz baribir, qaysi zonalaringiz, qaysi time frame da ko'proq ishlatasiz o'sha? Men so'ng ruillardan foydalanaman. Men faqat har doim balki protiv trend ko'rinar, bilmayman. Protiv trend ham ishlayman, даже по trendu ham ishlayman, trend bo'ylab ham ishlayman. Setkani protiv trend tortaman va mantiqdagi D nuqtani topaman. A, B, C, D nuqtani topaman va fraktalniy teoriya orqali aynan men kompleksli savdo qilaman. Tushunyapsizlarmi? Bitta strategiyaga upor bermayman. Strategiya bu hammasi illyuziya. Men strategiyaga qarab qolgan joyim yo'q. Просто narxni ko'rib turib, hattoki savdo ham qilib keta olaman bemalol. Menga svechalar bo'lsa, faqat shu high lowlar bo'lsa bo'ldi. Menga boshqa instrument ham kerak emas, to'g'risini aytadigan. Strategiya bu matematik tomondan biz o'ylab topgan narsalar o'zi aslida. Misol uchun tasavvur qiling. Men biror bir teoriyani, to есть deylik, zakonomerностьni ko'rib qoldim, bozorda takrorlanuvchanlik, u bozor menga bergan imkoniyat edi o'zi aslida. U ishdan ham chiqishi mumkin. Tak что hech qaysi strategiyaga 100% ahamiyat bermayman. Ya'ni golden zona 61.8 dan razvorot bo'ladi, 100% ungacha boradi. U narsalarni ishlatmayman. Menga bozor imkoniyat bersin va u imkoniyatga nisbatan stopimni ko'rsatsin, foydam oliy chiqib ketay. Boshqa narsa qiziq emas menga. Uzoq muddatli ushlashda faqat kattaroq time frame boshqacharoq fikrlayman. Shu narsa. Xo'p, kattalar, bugun 15-avgust bizda seminar bor edi va seminarni ajoyib tarzda yakunladik. Chunki kattalar bilan 3 soat mobaynida bank manipulation'ni ham gaplashdik. Trading turdagi shogirdlarning natijalarini ham ko'rsatib o'tdik. Nima uchun? Har bir shaxsda foyda qilish imkoniyati bor yoki deylik tradingni eplab ketish imkoniyati bor. Buni o'zlaridan so'rashingiz mumkin. Kattalar, qanaqa bo'ldi seminar? Yaxshimi? Rahmat hammaga. Ma'lumotingiz uchun bu yerda odamlar ketgan, o'sha to'la turishuvdi, turistlardan ortiq odam keldi. Hammanglarga kattakon rahmat og'alar. Ofisga o'tsanglar, hammanglarni kutib qolamiz. Rahmat.